Biz namoz o'qimoqchi bo'lsak, oldin tahorat olishimiz kerak. Chunki tahorat namozning ochqichi, tahoratsiz o'qilgan namoz maqbul emas. Tahorat olish usuli bo'lsa, tahorat olishni maqsad qilib pokil suv bilan qo'limizni 3 qatim yuvamiz. Undan keyin og'zimizga suv olib 3 qatim chayqaymiz. Undan keyin burnimizga suv olib 3 qatim chayqaymiz. Undan keyin yuzimizni 3 qatim yuvamiz. Yuzimizning yuvishga tegishli doirasi bo'lsa, beshimizning tuk oyoqlashqa yerdan boshlab, ilkimizning osti 3 burun qo'shib yuyiladi. Quyuq soqolli kishi bo'lib qolsa, qo'lni ho'llab aralash bilan foydalansa bo'ladi. Kangligi quloqdan quloqqa yuyiladi. Undan keyin ikki qo'limiz jaynak bilan qo'shib yuyiladi. Undan keyin beshimizga butun masih qilamiz. Ya'ni qo'limizni ho'llab silaymiz. Undan keyin ikki putimiz o'shiqimiz bilan qo'shib yuyiladi. Qish kunlari ikki putni yuvishning o'rniga tahorat ustiga kelgan o'tuk va masalaga masih qilishga bo'ladi. Shuning bilan tahoratdan iborat namozning tunji shartini hozirlagan bo'lamiz. Undan keyin namoz o'qiydigan kiyimning har xil najosatlardan pokiz bo'lishi, erlarning aqlli o'lchamda kindikidan boshlab tizga qadar yepishi lozim. Ayollarning ikki olqini va yuzidan boshqa hamma joyini yepishi lozim. Undan keyin namoz o'qiydigan o'rnimiz har xil najosatlardan pokiz bo'lishi lozim. Undan keyin qiblaga qarab namoz o'qishni niyat qilib, boshlanish takbiri bilan namozga kiramiz. Allohu akbar. Namoz kirgandan keyin tunji qatim subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk degan duoni o'qiymiz. Undan keyin a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Undan keyin sura Fatihani o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin, arrohmanir rohim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sura Fatihani o'qib bo'lgandan keyin amin deymiz. Undan keyin Qur'on oyatlaridan xohlagan eng az deganda 3 oyat o'qiymiz. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Undan keyin takbir bilan rukuga boramiz. Allohu akbar. Rukuda holatimizda dumbimiz tuz turishi, ikki qo'limiz tizimizga tushishi lozim. Rukuda turgan holatimizda 3 qatim tasbih aytamiz. Subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim. Undan keyin sami'allohu liman hamida deb o'rnimizdan turamiz. Sami'allohu liman hamida. Sami'allohu liman hamida deb o'rnimizdan turgandan keyin Robbana va lakal hamduni o'qiymiz. Undan keyin takbir bilan sajdaga boramiz. Allohu akbar. Sajdadagi holatimizda eng az deganda 3 qatim tasbih o'qiymiz. Subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la. Ya'ni takbir bilan sajdadan turamiz. Allohu akbar. İki secde oturusida Allahumma g'firli varhamni vahdini vajburni warzuqni va afini degan bu duoni o'qiymiz. Undan keyin ikkinchi qatimqi sajdaga takbir bilan boramiz. Allohu akbar. O'xshashlar sajdada az deganda 3 qatim tasbih o'qiymiz. Subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la. Allohu akbar. Ikkinchi rakatmi birinchi rakatga o'xshash o'qiladi. Faqat subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk degan duo va a'udhu billahi minash shaytonir rojim degan boshlash duolari o'qilmaydi. Ikkinchi rakatda ikkinchi sajdadan keyin tashahhudda o'tiramiz. Allohu akbar. Tashahhudda tuandagi duo o'qiladi. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuhu. Assalomu alayna va ala ibadillahis solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degan duo o'qiladi. Tashahhud duosi o'qib ashhadu an la ilaha illalloh degan yakkaga vaqtimizda barmoqimizni ko'rsatib ishorat qilamiz. Agar bizning o'quvimiz 3 rakatlik yoki 4 rakatlik namoz bo'lib qolsa, at-tahiyyatu duosidan keyin o'rnimizdan turamiz. Allohu akbar. Agar bizning o'quvimiz 2 rakatlik namoz bo'lib qolsa, yoki 3 rakat yoki 4 rakatlik namozning eng oxirgi tashahhud bo'lib qolsa, tashahhud duosidan keyin Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. On taraf bilan boshlab salom beramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh.